Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy va qadrli obunachilari, video boshidan bittadan like deb bosib, videoni maksimal darajada tarqatib turasizlar. Bugungi syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumanida. Xudo xolasa qo'y boqish haqida ko'pchilik so'ragan akalarimiz istab talablariga binoan mana bugun biz Ro'shan akamiz xonadoniga kelganmiz. Bu yerda bir 15 taga yaqin qo'chqor sovlo boyayotgan ekanlar. O'shalarni qo'ldan kelgancha video syomkalarimizni yoritib beramiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rab bittadan like deb bosib qo'ying. Mana qo'chqorni zo'rlari o'zlari dehqon akamiz 5-6 yildan beri o'zlari shug'ullanadilar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bularga nima beryaptilar, qanaqa o'zgaryapti, hamma ma'lumotini qo'ldan kelgancha so'raymiz. Assalomu alaykum Ro'shan aka. Assalomu alaykum. Saydulloh keldingiz. Kimsiz? Mazangiz yaxshimi aka? Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun xayrli bo'lsin. Hozir qo'limizdan kelgancha o'zimiz bilgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Sizlar videoga bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Aka, qo'ylar xudo xolasa boqyapsizmi, charchamay? Sovuqlarda qiynalmay. Hop, endi bir boshdan ketaveramiz aka. Qo'chqorlar ekan bu yog'ida. Qo'chqorlar, yemlarni endi berasiz-a endi. Endi beramiz. Hop, mana xudo xolasa ikkita-ikkitadan qamab qo'ygan ekanlar, nimaiki? Sho'x bular. Sho'x. Shuning uchun bir-biriga qo'shib olmaydi, suzishadi. Bir-birini mayib qilmaslik uchun mana ehtiyot chorasi sifatida Ko'pchilik haligi so'rashadi, buni nimaga qo'yilyapti deb. Bir-birini udor bilan suzolmaydi qo'ylar. Suzalmaydi-a? Qishloqchasi ekan yugurib kelib suzolmaydi. Ha, to'g'ri, mana xudo xolasa yaxshi o'zgar. Necha oydan beri boqyapsiz aka bularni? Bularni bir olganimga bir oycha bo'ldi. Bir oycha bo'ldi, ha. Olib o'sha boqib, haliga yaxshi nima bo'lsa olib qoladi, yaxshi o'zgarsa. Mana qo'ylarimizni o'sha yoshligidan boqamiz. Bu qo'yimiz mana o'zimiz shu xonadonda tug'ilgan. Toza qo'y ekan-a? 7 oylik qo'zi qo'chqor. 7 oylik. Bu ikkitasini bozorda olganmiz, ular ham qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. Bularga nima beryapsiz? Xudo xolasa bir boshdan ko'rsataveramiz endi sekin. Bu yoqda bular ham sog'liqmi? Bular ham sog'liq-a bular? Bular bo'g'oz. Bo'g'oz. Bo'g'oz qo'ylar mana shu oldi tug'ishni boshladi shekilliga. mana buni ikkalasi bitta, onasi sal mehr tarafroq. Ozgina mehr bersangiz, o'ziga kelib ketish naqasi ehtimoli yuqori. Bolasi qo'chqor, 1,5 oylik. 1,5 oylik. Bolasi 1,5 oylik. Qo'chqormi, sog'liqmi aka bu? Qo'chqor bolasi. Qo'chqor-a. Tagi provaga nima beryapsiz bularga aka? Bularga silos beramiz biz asosan. Silosga 3 xil yem aralashtirib beramiz. Makka, bug'doy, shupur guruhni qaynatib beramiz. Qaynatib berilgan. Silosga aralashtirib beramiz. Ha, yaxshi aka. Bo'lmasa o'shalar bir qator sekin ko'rsataveraylik aka yemlarni berishda aka. Akalar endi mana yem berish jarayoni. Qaysilardan birinchi boshlaymiz aka yemda? Xo'p, birinchi mana bu yemni o'rib olamiz. Ha, qaynatib bergan. Ha, qaynatilgan mana tarkibini ko'rsataman hozir. Bosib qo'yibdi. Ha. Xo'p, mana Makka. Xo'p, bug'doy mana. Bug'doy, ha. Shpirg'da hammasi. Shpirg urug'i bor mana. Endagi obunachilardan kelgan savol nechtaga nechtalik qilinadi? Necha kilo makka, necha kilo bug'doy, necha kilo shpirg? Qurug'ini 10 kilodan tashlaymiz. 10 kilo bug'doy, 10 kilo shpirg urug', 10 kilo makka tashlaymiz. Bu gidaydi pishgandan keyin qozondan ozgina baland bo'ladi. Baland bo'ladi. Taxminan bir ho'li mana bu pishgan holati 80 kiloga yetib boradi, 80 dan o'tadi. Necha litrlik qozon bu aka? 100 litrlik qozon. 100 litrlik qozon. Necha mahalga yetadi bular? Bular endi hozir qo'y-kam. Qo'y, ha. Berishimizga qarab endi sekin o'zi yeyishiga qarab oshirib ham boraveramiz. Xo'p, endi bunga nima aralashtirib berasiz aka? Bunga endi silos aralashtirib beramiz. Ha, silos tashlab turib, silos aralash hozir video davomida o'zlari ko'rishadi. Undan 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Xudo xolasa qani ketdi aka shu yerga. Xo'p, biz tortib beramiz. Tortib. Ha, mana. Torazimiz o'rnadi, yoqamiz. Oraz 0 bo'ladi. 0 bo'ldi. 0 bo'ldi mana. Buni qo'yib turib, tarasini chiqaramiz mana. 0 bo'ldi mana obunachilar. Obunachilarga ko'rsatib qo'yamiz. 0 Xo'p, bo'ldi. endi Silosni. Ha, silosga ko'rsataveramiz aka. Silosni mana. Xo'p. Shunday qilib tayyorlab qo'yamiz sevgililar. Silosga somon nimaga aralashtirgansiz aka? Xo'p, silosga somonni qo'ylar mana hozir so'radingiz, tagi nimaga quruydi deb. Silosga somonni aralashtirib bersangiz, kam siyadi, keyin tagini shalab boqib tashlamaydi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Silos o'zini yesa qo'ylar ko'p siyadi. Ko'p siyadi. Bunda sal haligi bo'lib turadi.
Tomonlarlar Silosimiz ham o'sha zo'r siloslar ekan, ha, dolliq siloslar. Xotin obunachilarga mana ko'rsatib bering. Dolli joyda mana. Mana g'ich-g'ich don mana. G'ich-g'ich don ekan. Mana silos. Mana kuzgi silos mana. Oddiy mana qishloq sharoitida yaxshi achimay, yaxshi bosilgan ekan. Qani xudo xolos bir boshdan berish boshlayveramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ketdik mana shu birinchi turamizdan boshlayveramiz. Ikkita qo'yimiz bor, qo'shib. Ularga hozir mana tayyorlaymiz. Gap yo'q. Ko'proq olib ketib olamiz, hammasi yetadi. O'lchab tortib berilaveradi, aka. O'lchab tortib berishimizning sababi u ko'p yeb qo'ymasligini oldini olamiz. Hop, endi necha mahal qaralyapti bunga, aka? 2 mahal qaraymiz, Saydullo. 2 mahal, ha. Ertalab, kechqurun. Soat qo'yib qo'ygansiz. Soatida qaraymiz, endi qish kunlarida endi o'zingiz bilasiz. Yaxshi mana. Xo'p. Mana endi boshlayveramiz bo'lmasa. Bundan necha kilo solinadi aka o'shanda? Xo'p, ikkita qo'chqorimizga 1,5 kilodan 3 kilo beramiz. 1,5 kilo bug'doy, bo'ldi. 1,5 kilo silos. Obunachilar kommentariyada yozib ketasizlar, qanaqa savollaring bo'lsa, akamiz telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Qanaqa masalada maslahat kerakmi? Yoki bitta ikkita qo'chqor sotasiz mana. Xo'p, shuni mayli, sizlar obunachilarimiz sizlar shuni 2 kilo qilib beramiz, qo'ylar, priz bo'ladi. Ha, 2 kilo. 2 kilo bo'ldi. Ha, 2 kilo bo'ldi. Endi bunga mana 2 kilo silos qo'shsak 4 kilo bo'ldi, to'g'rimi? Ha, 4 kilo bo'ldi. 4 kilo bo'ldi. Kepak endi bunga. Kepak, ha. Mana. Qozoq kepak. Qozoq. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Mana endi bo'ldi. Bo'ldi. Bu tayyor. Buni endi aralashtiramiz. Yaxshi, mana. Ko'rsizlarga. Aralashtirib berilaveradi. Mana shu holati, mana hozir tayyor bo'lgan holati mana shu. Tayyor bo'lgan holati mana shu. Ko'rsatib qo'ygan bo'lasiz. Mana ko'rib turishdi, xudo xolasa. Ularni ko'rsalaring. Hammasi shu bir-biriga kirishib ketar ekan-da. Suv necha bir mahal beryapsizmi hozir suv? Suvga ham 2 mahal beramiz. Suvni 2 mahal. Ha, hozir biz buni qo'ylarimiz yegandan keyin qo'ylarga o't ham beramiz. Uni hozir alohida nima qilamiz uni, gaplashamiz. Bu silos yegandan keyin qo'ylarga обязательно o't berish kerak. Endi kim qanaqa o'ylaydi? Bilmadim, lekin biz обязательно o't beramiz, chunki xo'p. Silos yegandan keyin qo'ylarga e'tibor bersangiz, uncha ko'vish qaytarmaydi. O'tni beramiz. Ko'vish qaytarib, o'sha silosni ham hazm qilishiga yordam beradi. Bo'ldi gap yoki, Alloh xolasa. Xo'p, endi keyingi qo'ramiz. Kerakli maslahatlarni obunachilarga berib o'tib ketasizmi? Qanaqadir savollar, javoblar bermasligim mumkin o'zlaring qarab. Xo'p. 3 ta qo'chqorimizga mana 3 kilo bu pishganidan beramiz. Pishganidan bu. Xo'p, keyin o'zida maxsus makkasi bor yana. Buni ham qaynatib beramiz. Ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Mana. Makkani qaynatib beramiz. Bundan 1 kilo beramiz, Saydullo. 1 kilo. 1 kilo. Xo'p, pishganidan 3 kilo bo'ldi, aralashmadan. 3 qo'lidan bunday bu ham pishgan. Xo'p, bundan 1 kilo beramiz. Xo'p, shu mana 4 kilo qilamiz buni. 4 kilo bo'ldi. Mana qaranglar, shishib ketar ekan aka qaynatilsa. Gap yo'q aka, xudo xolasa. 1 kilo silos endi menga. 1 kilo silos edi, ko'p yemaydi. Ha, 1 kilo silos, 5 kilo bo'ladi shunda. Mana. Halingda bunga ham yarim kilo endi kepak? Ha, bunga yarim kilo kepak beramiz. Kepagini yarim kilo mana. Yarim kilo. 5,5 kilo bo'ldi. 5,5 kilo. Yana aralashtiramiz mana. Treylik qilib, ha? Mana Saydullo ko'pchilik baribir hozir so'rashi mumkin. Nimaga qaynatib beryapti qo'chqorlarga? Boshqa deyish mumkin. Xo'p, bu arzon varianti. Arzon varianti. Masalan, 5 kilo bug'doy qaynatib pishirsangiz, 5 kilo pishgan bug'doyingiz 15 kilo bo'ladi. Endi o'zingiz u yog'ini tasavvur qilib olavering. Bunda yutasiz bunda. O'sha uchun biz qaynatib beramiz. Endi o'sha xo'p, kuchliroq boquvga tashlanganda quruq o'tkazamiz.
O'sha tayyorlab boraman degan paytga yetib kelganda quruq beriladi. o'tkazib yuboramiz. Ungacha qaynatib berilsa, Mashina qilib qaynatib, arzon variantida boqishga harakat qilamiz. Qo'limizga kelgan. ko'payadi ham ekan-da. Ha. Qo'lda shishib ketdi. Shishib ketgan ekan. Gap yo'q aka, xudo xolasa. Obunachilarimiz ham ko'rib turishib, xudo xolasa like-ni bosib qo'ying. Videoni tarqatib qo'yinglar, mana shunaqa yangi qo'y boqaman degan akalarimizga bu ham bitta foydali maslahat bo'ladi-da aka. Bilmagan akalarimizga uchta qo'chqorga, uchta qo'chqorga tayyor bo'ldi. Endi bo'g'oz qo'ylarimizga tayyorlaymiz. Bo'g'oz qo'ylarimiz necha kilo ko'proq berilsa kerak-a bo'g'oz qo'ylarga aka? Kelasidan 5 kilodan beramiz. 5 kilodan. 5 kilodan beramiz kelasidan. Bug'doylar 5 kilo beramiz. Endi yarim kilo tashlasami? Ha, o'shanda 5 kilo haligi ham tashaladi-a? Silos. Обязательно bitta taroz so'rar ekan-da bayda aka, qishing oldi. Обязательно turadi. Hop, 10 kilo qilamiz mana. Hozir yetmay qoldi. Hozir 2 kilo yetmay qoldi. Mana akalar yama ham hali o'ta soyasi ali qilingan ekan-a. Eniga necha metr bu? Eniga 1,5 qilingan bu. Bo'yichi bu uzunligi. Uzunligi 13 metr. 13 metr. Mana silosimizni ko'rgan akalarimiz. Shu haligi rosa haligi qo'y boqaman, mol boqaman degan akalarimizga juda bu o'zlaring yetishtirganmisizlar silosda aka? Yo'q, silos sotib olganmiz. Sotib olganmisizlar? Yetishtirganimiz ham bor, hali unga yetib bormadi. Ha, unga yetib bormadi. Ha, bu sal maydaroq o'rilgan. Mana 10 kilo bo'ldi. 10 kilo bo'ldi. 10 kilo bo'ldi, xudo xolasa. Obunachilar ko'rib turasizlar aka, buni qo'ylaringizni xudo xolasa bir oyda video qilib turamiz. Qanaqa o'zgaryapti, Obunachilar xudo xolasa ko'rib turasizlar o'zlaring. Yarim kilomi bunga ham? Bunga 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo beramiz. O'zi bilar ekan qo'ylar qachon yemishini. Yemishini biladi. O'zi kutib turadi. Mana Saidulloh. Mana, obunachilar turaverasiz o'zidan bir qator endi. Buni aralashtirib beraman. Bu o'zida turaverar ekan-a, idishda. Buni ham bunga olib qo'yamiz. Ha, olib qo'y. Tursa ham bo'laveradi. Nargilarga berib qo'yamiz. Tayyor Saidulloh. Tayyor bo'ldi. Mana ko'rsalar shu maza qilib. Mumkin mana. Endi bir boshdan hali qilib berib ketaveramiz aka. Mana ikkita qo'chqorimizga bu. Ikkita qo'chqorimizga. Ikkita qo'chqorga mana. Ha. Mana obunachilar realni bo'layotgan yeridan video syomkamiz qilyapmiz. Unaqa prank emas, xudo xolasa. Realni boqilayotgan joydan. Ishta harfi ham ko'rsatib qo'yaman bunacha. Mana. Bular endi bunga sekin o'rganyapti. Olgan yerimizda endi nima hop yayilaveradi, shu ozgina makka pakka yeb yurgan qo'y. Biz buni endi o'zimiz sharoitga, o'zimiz yemimizga o'rgatamiz. O'rgatamiz, yaxshi. Keyingisiga beraveramiz. Keyingisilar o'sha bilar ekan, hammasi mana. Hammasi tayyor turadi qo'ylar. Tayyor turar ekan, xudo xolasa. Mana Qirg'izistonda sovlilar, bo'g'oz sovlilar ekan. Tagi ko'pchilik akalarimiz silos berishadi. Ditcha nima qo'shsalaring quruq turaverar ekan. Somon qo'shib bersalar. Halan, to'xtating. Yaxshi, xudo xolos ko'z tegmasin obunachilar. Havas qilganlar kommentariyaga yozib ketasizlar. Hammani uyda mana shunaqa qo'chqorlar bo'lsin. Hop, qo'ylarimizga 1 soatlarda yem beramiz. Nimaga bularga? Nimaga yem bermadingiz hozir? Hop, bularga alben ichkizib qo'yganman. Alben, ha. Tishlarni g'ichillatib o'sha ozgina tirliq qilgani uchun bir soatlardan keyin bularimiz yem yeyveradi. Yem yeyveradi. Hozircha tanaffus bularga. Tanaffus ekan-da, endi sovliqlarga ham ochildi aka. Bo'g'ozlarga hop yemni beramiz endi. Bo'g'ozlig'i necha oylikdan bo'g'oz aka ular? Bular shu 4 oylikka o'tgan. 4 oylikka o'tgan. Qirg'izda qo'ylari. Hammasi qirg'iz qo'ylar ekan, hammasi mana bog'da bor ekan. Mana bularni ko'raverasizlar o'zlaring, xudo xolasa. Qo'yxona ham shu oddiy qishloq sharoitida. Oldi salafan bilan bekitilgan. Yozda ochiq qo'yiladi.
qishda yopib qo'yilar ekan. Ko'pchilik ko'rishadi mana. Ona bola. Bo'g'ozlarimiz va aka bu qolsa. Bunga alohida mashina tag'ara qilgan ekansiz-da, katta tag'aralar. Hamma narsa Spesial tayyorlangan ekan-da. Bolasini ishini qaranglar. Hurmatli onalar. 1,5 oylik bo'ldi. Qo'chqarmi, sog'lommi? Qo'chqor. Qo'chqor. Yaxshi. Baxta bitta qo'chqoringiz bor ekan, unga ham yem beramizmi? Ha, unga ham hozir kishini olib qo'ydim. 2 kilo. Gap yo'q. Bo'g'ozlarimiz ishda. 5 ta ekan-a bo'g'ozingiz. 5 ta. 5 tasiga 2 kilodan 10 kilo bo'lar. Qulog'i ham uzun ekan-a, qulog'i. Qirg'iz bu ham. Qirg'iz. Qo'zi qo'chqor. Bilmasam, qarang. Qiziqqa obunachilarga tavsiya qilib ko'rasiz, sotiladi. Soturasizmi aka? Endi so'ramoqchi edim men ham endi. Hijolat bo'lib. Sotamiz buni Saidullo. Ko'pchilik haligi mana shunaqa qo'chqor bo'lsa, dumbalari ham mana obunachilar ko'raverasiz. Agar nabodo mana shu qo'chqorni sotaman deyishsa, nech pulga berasiz aka? U 5 million 700 berishaveradi. Xayr sunnati bormi aka? Bor. Kelishsa, deb azda ko'raman desa, lokatsiyalarini tashlab beradi. Dastlabkasi qilgacha kelishmaydi, bitta shuni olishadi, chiroyli qilib chiqaraverasiz. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. 100 ming 200 ming xayri bor, endi hech kim Aka shuni Toshkentgacha qilaylik, Toshkentlik akalarimiz ham kuzatib turishadi. Bitta qo'yishni Toshkentga yetkazib bering. Toshkentgacha bo'lsa kelishamiz, bitta qo'yib o'zingiz hozir gaz yo'q bilasiz. Chiroyli qilib alik berasiz, xudo xolasa. Dastlabkasini kelishib, realni oladiganlar bo'lsa, xo'p ko'rishaveradi, mana quloqlari, butun. O'zingiz xonadon ishonchli xonadonda turibdi. Yemini yeb turibdi. Mana obunachilar ko'rib turgan yerlarini. Agar nabodo qiziqqan bo'lsalaring, o'zim aytmoqchi edim o'zi sotasizmi deb. Ha. Numar adreslari ham. O videoda yaxshi ko'raman desa, bitta chiroyli qilib video syomka qilib berasiz, ha? Telegramdanmi? O'zlariga bog'lansin, lokatsiya tashlab, videolarigacha tashlab beraman Saidullo. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'yi ham bir 80 chiqib qoladi. 80. Qulog'i ham bir 18. 75 bilsam olishaversin. 75 ga. Ha, yo endi shunday realnisini ko'rib qo'yapsiz. Qirg'iziston qo'yi quloqlari, o'sha birkalari ham bor. Birkalari ham bor ekan. Bular ham shunaqa. Mana buni qo'yimizga mana ishqibozlar bo'lsa, mana o'z junini o'zi to'kadigan varianti. O'zi to'kadigan variant. Buni to'g'dirasizmi aka o'zi? Qo'yimiz qisir Saidullo. Qisir, ha. 50 ga 50 endi bu. 50 ga 50. Ha. Qorinlarlik osil yotib endi yelincha savormagan bu. Yolg'on gapirish Ha, kerak yo'q. ha. Qisir deb olishaveradi agar. Qiziqqanlar bo'lsa, agar o'zi to'kadi. nabodo agar mashina qo'chqarimiz sog'liq agar alikan bo'lsalar, telefon qilinglar aka. Biz yetkazib beramiz. Bizda ko'p. Ha, sizlarda ko'p. Hozir payda oz, lekin boshqa qo'ramizda ko'p. Ha, o'zi akamiz ham boshqa aka-ukalar qo'yib kelib shug'ullanishadi. O'zlari qo'y boqonlar. Bizning aka-ukalarimizda bor. Qo'chqaringiz ham kirib qolibdi, yem hashakka. Ha, bu qo'chqor ham onasini yemadi. Hammayda o't ham yemladi ham. Onasini jichcha mehr talab ekan. Mehr talab. Ozgina endi mehr berib yuborish kerak. Mehr berib yuborish kerak. Mehr talab bo'lib qoldi. Aka, bularga vaksina qilingan qo'chqorlarga? Qo'chqorlar vaksinasini. Qanaqa vaksina qilgansiz? Endi shu o'zlari kelishdi. O'zi uyma yurishibdi-yu. Vaksinasini qilib ketishdi. Ular hamma ukornaqalari, dorilari bo'lgan hammasi. Hammasi bo'lgan. Yeyishi zo'r ekan, xolos buni qo'yam, uzun qo'y ekan-a. Mashq qo'yam. Saralab olganmiz-da buni. Haligimi? Bu ekitishmi yo qo'zimi? Bular hammasi qo'zi qo'chqor. Hammasi qo'zi qo'chqor. Mana qo'chqorlar hammasi qo'zi qo'chqor. Hech qaysi tishini yormagan. Tishini yormagan mashlar ham bir giddet 12-13 oylik atrofida ekan-a. Endi shunaqa bo'lishi mumkin. Unisini endi bozordan olganmiz-ja. Mana uyda tug'ilgan edi. Uyda tug'ilgan. Toza qolgan ekan mash. Yuzini qarang. Onasi bor edi. Onasi ham arashan toza edi. Toza arashan. Qariroq edi. Onasini endi sotib oldi. Lekin onasi bizga mana shu bolasini tashab ketdi. Yaxshi. Onasiga rahmat aytamiz. Bunga ham suzishmaslikka kaltak alik qilgan ekan. Bular endi yoshligidan sherik. Ha. Qo'ziligidan endi qo'zi emas, o'sha haligi
yoshligidan billa o'sha uchovsini billa qilganmiz. Bular bir-biridan suzishsa ham hatto zarba bermaydi. Billa taniydi, boshqa qo'y qo'shilsa sirazi biladi hali qo'ylar ham. Sig'dirmaydi. Suzishib nima qiladi? 3 mana ko'raverasizlar bu narsa. Qo'rangiz ham yaxshi ekan. Qo'ra yaxshi. Mana u ko'pchilik saydilar balon ham osadi, balon osib qo'yishadi, ko'rganmiz. Biz mana ishloqcha variantini qilamiz. Balondan mana shu bizga udobniy. Nega desangiz, bu ko'proq foyda keltiradi. Balon bitta ikkita osasiz, o'rtada u yoqqa bu yoqqa pilpirab turadi. Mana kaltayda baylab qo'yamiz. Mana o'zi mixlabmi, bog'labmi qo'yamiz. Qattiq ko'tarib berolmaydi bir-biriga. O'zi qo'ylar ham yuvosh ekan, birontasi hali qilib. Bir-biri ortiqchalik harakat qilgan. Ishqozlari bo'lsa tashkil qilaverasiz mana. Bular ham sotaverasiz-a? Ha, bularni ham sotamiz. Gap yo'q, Qo'yib sotamiz endi. Bizga pul kelib qolsa sotaveramiz. Endi qo'yxonangiz ham bir haligisini aytib keting, ma'lumotni uzunligi qancha? Qo'yxonaning uzunligini enlarni aytib ketyapsiz aka. Qo'yxonamizning uzunligi 16 metr saydan. Uzunligi 16 metr. 16 metr. Eniga 3,5. Mana oxirigacha 3,5. Oxirigacha 3,5. Qo'y xotirjam maza qilib yuraverar ekan. Maza qilib yuraveradi. Haligi ustullar ham qo'yilgan ekan, temir ustuni oldiga. Mana ustullar mana qo'shimchasi ham qo'yilgan mana. Ha. Hammasi qo'shimchalarigacha. Tepa shipir bo'lgan ekan, shipir. Tepasi shipir mana. Yoni salafan. Necha metrga qo'ygansiz ustunni? Ular 3 metrga qo'yilgan. 3 metrga qo'yilgan. Har 3 metrga. Har 3 metrga. O'zimizni qishloq sharoiti oddiy ham musofirdan kelgan akalarimizga ham Rossiyaga borib, aqabaqa borib, hali qilishmasa bitta qo'yxona qilib olishsa aka. Bitta qo'yxona qilib bir 5 ta yo 6 ta qo'y olib, bozorga chiqishadimi yo qo'y boqishsa ham, bir yilda emas 6 oyda qo'y almashtirib tursa ham 5 ta qo'yingiz 6 ta 7 ta bo'lib qolaveradi avtomatik o'zi. Bir yil endi risk qilish kerak Saydullo. Masalan, bo'g'oz sezonida bir 10 ta bo'g'oz olib, bahorda tug'sa, haligi qo'ylar 20 ta bo'ladimi? 20 ta bo'ladi. O'z-o'zidan biznes rivojlanib ketaveradi. Biznes rivojlanadi, to'ppa-to'g'ri gapimiz ham. Haligi qilib endi sovuq tag'da ishlab yurgan akalarimizlar ham shayda kelib, agar sharoit bo'lsa, kelib mashishni ishga yurgizsa bo'ladi. Hammada sharoit har xil. Agar mana shunaqa hamma joy imkoni bo'lsa, mashina qilgan ham ma'qul deyman men. Nima akayda qiynalib yurgandan ko'ra, shayda maza qilib, shayda ota-ona aka, o'zingiz ham rosa borgansiz. Ha, biz ham borib mana endi qo'ydi boqyapti. Shu sohaga. Yaxshi, xudo xolasa. Buni qishda endi bunaqa haligi bo'lmaydi, o'zingiz ham bilasiz, bozorlarda ham savdolar o'rtacha bo'ladi. Bahorda xudo xolasa hamma yoq ko'klam bo'lgandan keyin hammasi yaxshi ketadi. Xudo xolasa ko'raverasizlar, kelar. Xo'p, endi aka endi bugungi videoni tugataylik. Endi yana xudo xolasa siz bilan 1 oydan keyin ko'rishamiz. 1 oymi, 20 kunmi kelaverasiz Saydullo. Keyingi safar qo'ralar to'ldirib qo'yamiz xudo xolasa. Qo'ralar to'ldiradi, keyin qo'ylar qanaqa o'zayotgan obunachilar bilishadi, shuni qo'ylarga birdan 10 gacha baho berib o'tasiz. Keyingi safar kelganingizda Saydullo, mana 3 ta qo'y, o nari 2 ta qo'yimiz ham o mashxoraga o'tadi. Mashxoraga o'tadi, xudo xolasa. Mashxorada hammasi bitta bo'ladi. Kerak bo'lsa o nariga qo'yimiz ekan, nari qo'yimiz ham o'tkazib qo'yaman. Ay, bilatasi. Olsa qilib boqaman uni. Bo'ldi, gap yo'q. O'ylashni ko'raverasizlar. Aka, qaysi qo'yingizdan bittami, ikkitami so'rashsa haqiqalarga sotaverasizmi? Mana 3 tadan tashqari qolganini sotaveramiz. Aka, chiroyli qilib nima qilib. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar akalar. Qanaqadir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib maslahat so'rab, aka chiroyli qilib telefon odamga maslahat berasiz, xudo xolasa. Qoldirasiz. 24 soat telefon qilishaveradi. Qo'limizdan kelgancha, bilganimizcha javob beraveramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Obunachilar, bugungi kunimiz syomkamiz o'z hayoti yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rganlardan kelar Alloh rozi bo'lsin. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar.